Farzandlarni kasbga yo'naltirganda ko'p pul keltiradigan kasb qidirmang. Endi bu programmalar bizda ishlamaydi. Bu programmalar bizni yoshimizga qadar, shu 30 yosh, 40 yosh, 50 yosh, 60 yoshdagi insonlarni bizni davrimizdagi bizni programma edi. Endi bundan buyog'iga bu programma ishlamaydi. Agar biz bolalarimizga ko'p pul keltiradigan kasb qidiradigan bo'lsak, birinchidan bu kasbda ko'p pul topishni o'zi unga qiyin bo'ladi. Sababi ko'p pul keltiradigan kasbni nega qidiramiz? Chunki biz yetishmovchilik ongidamiz. Yetishmovchilik ongidan u bola kasbni eng zo'r mutaxassisi bo'lgan taqdirda ham u buni yetishmovchilikdan qilyapti. U shu kasbida faqat buyruqni bajaruvchi yoki yaxshi mutaxassis bo'la oladi xolos. U o'zini kasbida katta bir ochilishlar qila oladigan, u o'zini kasbiga yangiliklar kirgiza oladigan, nimalardir yarata oladigan farzand bo'lmaydi. Bu uchun biz ota-onalar nima qilishimiz kerak? Biz bor yo'g'i shu o'ylayotgan fikrlarimizni bolalarimizga yetkazmoqchi bo'lgan bu axborotni boshqa rakursdan, boshqa tomondan o'rganishimiz kerak, yetkazishni. Aslida asos to'g'ri, farzandlarni yaxshi kasbga yo'naltirish bu bizning vazifamiz. Bu bizning ota-onalik vazifamiz. Lekin biz uni kasbga defitsit holatidan, yetishmovchilik holatidan yo'naltirishimiz kerak emas. Kecha qizim o'qishdan qaytayotganda bitta taksiga o'tirgan, taksichi amaki qizimdan so'rabdi. Nimada o'qiysan, qaysi yo'nalishda o'qiysan yoki ishlaysanmi deb so'rabdi. Qizim o'zini yo'nalishini aytgan. U taksi amaki aytibdiki, "Mani 3 ta qizim bor. Men qizlarimni meditsinskiy yo'lga yo'naltirganman. Seni ham meditsinada o'qiysan deb o'ylabman. Men seni debdi meditsinada o'qigin deb taklif beraman senga. Hozir hamma narsa elektroniylashib ketdi-ku. Telefonda bolalar asosan kasb egalarimizni ham ishlari hozir kompyuterda ketyapti. Qog'ozdagi dokumentalniy ishlar kamayib ketdi oldingiga nisbatan, meni bilishim bo'yicha. Qizimga aytibdi, ko'z shifokori bo'lsang, ko'z shifokori ko'z yo'nalishida shifokorlarda pul ko'p, kasallar ko'p debdi. Kasallar ko'p, ya'ni och qolmaysan. Bu yana masalan, mana shu texnika davri kirib keldi. Bu hali yana ancha davom etadi-ku bu davr. Biz bilmaymiz qanchagacha davom etishini, lekin kelajakda bu yanada takomillashadi bu yo'nalish. Kasallar ko'p bo'ladi degan. Asosni to'g'ri o'ylayapti bu kishi. Bu yo'nalishda ko'p bo'ladi. Kasalliklar bo'lishi mumkin, yanada boshqacha noxush holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Lekin berayotgan taklifi noto'g'ri. U shunaqa deyishi mumkin ediki, masalan, insonlar elektronikaga, telefonga, kompyuterda ishlashi ko'p bo'ladi bundan keyin. Nima qila olish mumkinki, insonlarni ko'zini, sog'lig'ini saqlash uchun. Boshqa tomondan o'ylab qarash kerak bunga. Odamlarning ko'zida kasallik ko'p bo'ladi. Shu kasallarni davolash jarayonida sen ko'p pul ishlay olasan emas. Nima qila olamizki biz, masalan, sen ko'z doktori bo'lsang, shu sohani yaxshi egallasang, sen odamlarga nima foyda keltira olasan? Bu kasalliklarni, mana shu telefonda ko'p o'tirish, kompyuterda ko'p o'tirish orqasidan kelib chiqadigan kasalliklarni oldini olish uchun nima qila olasan? Aslida ikkalasi ham bitta narsani gapiryapti, lekin ikki xil yo'nalishda ahamiyat bersangiz. Agar kasal ko'p bo'lib, uni davolashi orqasidan pul ishlashni o'ylagan bola ongi hamisha orqaroqda bo'ladi, oldini olishni o'ylagan boladan ko'ra. Shu kasbni yaxshi egallasam, kelajakda insonlarni ko'zi shu kasallikkacha yetib kelishini oldini ola oladigan nimadir yarataman men. Mana bu umuman boshqa pozitsiya. Bu pozitsiyada farzandingiz o'zini hech qaysi mutaxassis bilan taqqoslamaydi. Bu pozitsiyada farzandingizga baraka o'zidan keladi. U xoh kasbidan bo'lsin, xoh hobbilaridan bo'lsin.
bizni davrimizdagi programmalar, bizni davrimizdagi qaysi kasb brend bo'layotgan bo'lsa yoki trend bo'layotgan bo'lsa, shu kasbga farzandlarni yo'naltirish bundan buyog'iga ishlamaydi.